Menda rezultati shunaqa bo'ldiki, meni o'g'lim hozir 23 ga kirdi. Asha bolam to'linganda yaxshi gapirmaydigan bo'lgani uchun 23 ga kirgan bolani ham men tilini tushunmasin-da, xuddi o'zim enasi bo'lsam. Lekin bir 10-15 ta firmaga kirdim-da. Rezultatini eshitish uchun firmaga kiram, yaxshi lider bo'laman. Rezultatini eshitdim, ketaverammikin. Mazam opa aytdiki, Zamira kofe chayib kelibdi. Davay shunga kirib ko'rgin dedi. Voy, Mazam opa, shuncha firmaga kirdim. Kofe chaydan ham soqagan bormi dedim-da. Siylovdi, oxir cho'rnaga tiqib qutuldim-da. Bu yoqdan kirib keladi, bu yoqdan haydasam kim aytdim. Nimada tanishdik? Alato restoranida prezentatsiya bo'ladi. Hech bo'lmasa borib qo'y dedi. Gruppa поддержки bo'ldi-da. Gruppa поддержки bo'lsa, borsam boring. Gruppa поддержки deb keldim. Kelib, hali sahnaga chiqib, odamlar gapirsa, bu yoqdan kiradi, bu yoqdan chiqadi, eshitmay, rezultatga chiqib, ashunda bir qiz chiqib aytganda, men tutqalog'im bor edi, ashundan zo'r bo'ldim dedi. Ziyodatga chiqib turib, sahrdan oyoq deganini aytdi. Hali rezultat chiqyapti, hali rezultatni eshitgandan keyin asha kofega yozib qo'ying dedi. Yozdim. O'g'lim noyabrda yozildim, noyabrda o'g'lim keldi. Nima qilaman desam, kofeni smis qilib bering dedi. 3 kofeni oldimda, Cordyceps, Ganoderma, garaj shokolad oldimda, haligini aralashtirib, zeleный choy oldim. Haligini endi bolam sreda kelgan bo'lsa, четверг bolam uyladimda, ertasi. Na kelin tushunmaydi tilini, na men tushunmayman bolam tilini. Meniki o'qizim o'zim o'quvchim edi. O'qizim haliga 2 yil yashab tug'mas deb haydalgan qiz ekanman-da o'g'limga. Haliga garaj shokoladni endi bitta o'ziga ichkizmaymiz-da. Bitta chaynaga bir ложкani solamiz, kofeni ichamiz, chaynini chaynamashcha qilib ichamiz. Asha qilib ichib yurib, men 45 yilga bronxitim bor. O'zim 50 ga kirgan bo'lsam, 5 yoshlarda bronxit bo'lgan bo'lsam kerak-ku, постоянно balg'am turganim uchun bir yillarga chiqqan ham nomus qilardim-da. Bolam duduq, men tushunmayman. Kelin tug'mas. Hozir kelinim tug'adi noyabrga. O'g'lim normal gapiryapti. Men bronxitdan qutuldim. Keyin semizligimni hammasi bilardi. Men his qilmasdim kelganda. Keyin nima ichadi desam, mango deyishdi. Dedi, Ziyoda opa bilan gaplashib qolsam, siz tezroq qolasiz, mangoga zeleный chayni ochib turib aralashtirib oling dedi. Bu tashni qildim, mana bu yog'im aytyapti, mazamni qo'ymaydi. Zamema tez o'zyapsizmi debchi. Kunlarimni sig'yapman, короче. Ashuning uchun bu yerga bu tog'ani olib keldim. Bu ham menga o'xshab hali kofe choyda ishonadimmi deb kelib o'tirgan odamda, faqat rezultatni realni odam ko'rmaguncha, rezultatni eshitmaguncha odam uyg'onmaydi ekan. Qancha rezultatlar bo'lsa chiqib aytinglar. Eshitmaguncha odam ishonmaydi. Men bu yerda ham olib keldimmi, даже uyga ham jo'natmay qo'ydim. Потому что uyga borsam-chi, vaqtida ichmay qo'yadi-chi kofe choyini. Ertamanda kofe pastelda olib kelib beraman. Chunki yotishdan kofe ichib olib beraman. Ashuning uchun bu qizni rezultati shunchalik bo'ldiki, bu yerda uyatganda hammasini aytmadi. Rezultat realni yaxshi bo'ldi. Ashuning uchun men bu yerga kelgan yillarda hammalar zo'r rezultatga yetishinglar xohlayman. Inshaalloh ishlaymiz. Bu kofega zelený chayni qo'shishim